Bitaqani. Assalomu alaykum hammaga. Mani kommentariyamga 87 negativ so'z gapiribdi. Bitta so'rab olgani keldik. 10-xonada o'tirishibdi ekan, hozir bitta so'rab olamiz. Men mumkin emas, syomkaga keldik biz. Mumkin emas. Bitaqani. Ketdik. Aytdi, odam ko'paygan, duxim sinib ketdi. Men hazillashgandim. Assalomu alaykum. Xonimlar. Nasibsizlarmi? Sizlar? Assalomu alaykum. Sizlar? Nimaga? Shuncha odamdan keyin hali gapimni qaytarib oldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Instagram ochganmiz, ko'rdilarmi, ko'rmanlaringmi? Kim podpiskaga tashlagan bo'lsa, o'sha bilan 3 kishi bilan o'ynatib ketaman. Kim edi? Choyxona. Dilmurod aka, boshlab turish. Baqa o'zi pul kerak emas. Bilmayman hozir men. Videoga qiling mana. Obuna bo'lgan ekan Dilmurod aka. Mahalla baddishi qilamizda. Xo'p, 1 dan 100 gacha shu video ko'rgan bo'lsangiz, nomer aytasiz. Darvozam bo'laveradimi? Ammo bekitsa deyman, o'zingizga ko'rsatsa deyman, chunki bahs sanab turgan bo'lishi mumkin, yo bahs sanab turgan bo'lishi mumkin. 77. Ketdi hozir. Baqa qarab oling endi. Men qarab turaman endi. Dışarıda gelmeli oynuyoruz zaten. Nechiga keldi? 38. 38. 38. 53'te. Endi ochiqdan o'ramiz 3-odam chunki qo'rqmaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adashdi. Videoga olib turing. To'y qachonida aka? 22-kuni revansh qilamiz aka sizlar bilan. Hozirgi o'ynaganlar bilan revansh qilamiz. Ichida priz bo'ladi. Agar priz chiqadigan bo'lsa 500 ming beraman. O'sha tozda 500 ming shuna beraman. Bo'ldi. Akalar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Hop.